Kotyolda dimoxodi zo'r tortib tursa, o'tin tashlasizmi, nima tashlasangiz ham tashqariga chiqmaydi. Polni dimoxod tortib beradi. Hamma issiqdi mana. O'tin tashlayapmiz. Kotyol ispitaniya qilish uchun. Mana tashqariga deyarli hech narsa chiqqani yo'q mana. Putun hech narsa chiqqani yo'q mana. Ha, dimoxod polni tortib oryapti. Mana. Dimoxod zo'r tortib tursa, umuman hali lishniy расход qilmaydi kotyol. Atak yonyapti. Kotyolimiz Rossiya Novosibirskda ishlab chiqarilgan Magnum 15 kilovatli kotyol. Orqada teplanmenligi bor, nijniy pastdan yonuvchi kotyol. Regulyator tiyagada ishlaydi. O'sha qo'ygan gradusga o'tib ham ketmaydi, tushib ham ketmaydi. Polni o'sha porchkasini eshikda o'sha ochib yopib turadi. Mana pastga tortyapti. Ular dimoxod tortyapti mana. Umuman tashqariga chiqsa ham endi hali sal-pal chiqyapti. Atak 99% issiqlikda o'zida olib kirib ketyapti teplanmenlikka. Juda ham chiroyli ishlayapti. Yoqdik. Suvimiz o'zini harorati 30 gradusda turibdi. Atrofi apshipkali kotyol. Zavodskoy Rossiyaning NMK zavodini Magnum 15 kilovatli kotyoli. Dimoxodlar sendvichli, ichi ham tashi ham 0.6 mm nержавейка dimoxod. 120 kvadratli xonadonga ustanovka bo'ldi. Sistemamiz samotyok sistema. Suvni qaynash hisobiga tabiiy sirkulyatsiya bo'ladi. Xonadonimiz 11 ga, orqa tomoni ham 11 kvadrat kotej sifat qurilgan. Va shunaqa qo'rg'ali radiatorlardan nechta ustanovka qilingan Xolmurod? 11 ta shunaqa radiatorlar ustanovka qilingan. Xonadonda bir chekkasiga chiroyli qilib o'rnatildi. Xo'p, yomg'ir yog'sa ham, xudo xolasa, uyda o'zini 1,5 metr shapkasi bor, shuni to'sib turadi. Endi chiroyli qilib naves qilib qo'ygan yaxshi. Farg'ona viloyati Toshloq tumanida shu shamamda 120 kvadratli xonadonga polniy isitish tizimini o'rnatib berdik. Sistemani aytib o'tdim, samotyok sistema bo'ldi. Mana xonadon o'rtada koridor, bu tomonda ikkita uchta, bu tomonda ikkita uchta xonalar bor. Hammasiga o'sha tomdan tushib, polniy tomdan podachi sentralni tushirganmiz 25 lik trubada. Obratkasini ulaganmiz. Obratka 32 lik truba, u obratkasi. Podachi esa 40 lik truba. Nechaga chiqdi? Hop. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, 5 dona sendvich o'sha dimoxodimiz ustanovka qilganmiz. Dimoxodiga har bir donasi 1,20 m dan tepagacha где-то 6 metr bo'ldi. Tomdan hop 1,5 metr tepaga chiqib ketdi dimoxodimiz. Umumiy hisobda 6 metr dimoxod ustanovka qilindi. O'sha dokumentalniy. Bunaqa bez ventilyator ishlaydigan kotyollarga o'sha oldin Halmo va shunaqa pastdan yonuvchi kotyollarga ventilyator, tokda ishlaydigan ventilyator qo'yilmaydi. O'zini regulyator tiyagasi qo'yiladi mana. O'sha regulyator tiyaga xohlasangiz 30 ga qo'yasiz, xohlasangiz 70 ga qo'yasiz. Mana shu tarang bo'lib, mashina ochib, yopib, havo berib, o'zi ligrovka qiladi. 80 ga qo'ysangiz 80 ga borib, mana shu polniy bez zazor yopiladi va kotyol ichiga havo kirmaydi. Havo kirmasdan kotyolda bir xil
temperaturada ushlab turadi. 150 lik o'sha dimoxodimiz u traynoyni o'zimiz qilib berdik, shetda o'zida. Kondensat bo'lsa pastga oqib tushib ketadi va tepasi dimoxodga ketadi. Xo'p, kotelimiz atrofi polniy обшивка, утепленный qilingan. Tepadagilari teplanmenlik bor. Mana shu vertikalni joylangan, shuni tozalab turishga mo'ljallangan. Bu yerdan tozalaganingizda mana shu lak plaglar pastki kamerasiga tushadi. Bu kotelni tozalayotganingizda, mana shu yerni ochganingizda shuni bitta tortsangiz, u yerda shunaqa 10 santimetrli, millimetrli lisi bor. Shunday bo'ladi. Pastki o'sha shlaglarni mana shu yerdan tortib olaverasiz. Kotelimiz водяной колесник, ichidagi turbalari bunaqa joylashgan. Nijniy горение pastdan yonganligini hisobiga ko'mir yoqsiz, ko'mir yo'li tiqilib qolishi mumkin. O'zini o'sha ko'mirini titish uchun o'zining rijagi, xodi bor yonida. Yana ham ko'rsatib qo'raman. Chiroyli bo'lib yonyapti. Tashqariga mana umuman tutunni yoki issiqlikni bergani yo'q. Polniy kotel o'ziga tortib dimoxodga urib beryapti. Teplanmenida hamma issig'i qolyapti. Kotelning hamma eshigida shunaqa tutun, cho'g', hech narsa chiqmaydigan, o'zini germeticheskiy qoplamasi qoplangan. Kotelni listiga kelsak, 3,2 mm lista tayyorlangan, zavodskoy Magnum 15 kilovatlik kotelimiz. Kotel 15 kilovat hisoblanadi, 150 kvadratli xonadonlarga mo'ljallangan. Tenga ham ishlaydi. O'sha obrotkada ikkita xodi bor, nari tomonda ham, bu tomonda ham. Bo'sh turgan joyiga teng qatirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Padachi ham xuddi shunaqa variantda, bu tomonida ham padachiga xodi bor mana. Kotelimiz 3 eshikdan iborat. Ko'mir zapravka qilish uchun, o'tin zapravka qilish uchun mo'ljallangan. O'rtadagi eshigi o'sha kotel tozalayotganingizda shlag, cho'qlarni olish uchun mo'ljallangan. Pastdagi eshigi kul olishga mo'ljallangan. O'zini kuldoni ham bor mana. Mana shu kuldoniga polniy kul tushadi. Sekin mana hozir sistemamiz boshida yoqqanimiz 30 edi. Sekin 50 dan ko'tarilyapti. Kotelimiz bahosi 2025-yil 29-may sanasiga 12 million 400 ming so'm bo'lyapti. Bu kotelda komplektda termoregulyatori bo'ladi, hamma yo'g'i bo'ladi. Faqat siz olib dimoxod qo'yasiz, bo'ldi. Komplektda regulyator tiyagi, kuldoni, hamma yo'g'i komplekt bo'ladi. O'zimiz xizmat ko'rsatdik. O'zlari uy egalari radiator, ketadigan narsalarni olib berdi. Kotelimizni o'rnatdik, dimoxodimizni olib keldik. 5 dona dimoxod, o'sha 6 metr bo'ldi. Bir donasi 1 metr 20 santimetrdan 410 ming so'mdan bo'ldi dimoxod. Bir donasi shu 1 metr 20 santimetr bo'ldi. Sistemani qanchadan qildilar, Samatuk sistemani? Bitta tochka. Xullas, bitta o'zlari olib qo'ygan ekan, qo'yganlik ko'p qo'ygani uchun 400 mingdan qilib berdi. Radiatorlar kichkinaligini hisobiga har bir tochkani o'zi 450 mingdan bo'lyapti. Xo'p, radiator kichkinaligini hisobiga 400 ming so'mdan qilib berilibdi. Misol uchun 11 ta radiator bo'lsa, 4 million 400 ming so'm atrofida xizmat qilindi. Bu xonadonni bitirishimizga bir 2 kun atrofida vaqt ketdi. Polniy isitish tizimini o'rnatib berdik. Videolarda kamchiliklar va xatolar bo'lsa, uzr so'raymiz. Qanaqa savoli, qanaqa fikri, qanaqa kotel kerak bo'lsa kommentariy yozinglar. Biz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida kotellar showroomimiz bor. Bizda rossiyskiy, turetskiy o'zimiz ishlab chiqargan har xil 20 xildan ortiq ko'mirli kotellar bor. 12 ta viloyatga dastavkasini kelishilgan holda qilib beramiz. Videoga like bosib qo'yamiz. Bugun biz shu kotelni va xizmatlarni Farg'ona viloyati Tashlat tumanida qilib berdik.